Ariston portlaydimi? Ariston to'kiradimi? Kommentariyalarda keladi savollar. Yo'llarda yurganimizda ham so'rashadi. Ariston portlaydi ham, to'kam uradi. Hozir sizga keltirib beraman. Hamma Aristonlar unday bo'lmaydi. Ariston o'rnatirasiz yoki uyingizda shu Aristoningiz buzilganda remont qildirasizda, o'sha o'rnatgan usta bilan yoki o'sha remontini qilgan usta bilan ma'lum bir summaga kelishasizda, o'sha mehnat qilishini tugatgandan keyin, misol uchun o'sha pulni bermaysiz. Usta indamay ketadi, lekin ichida ko'nglidan norozi bo'lib chiqib ketadi. O'sha Aristonda kamchilik bo'ladi. Bu narsa sinovdan o'tgan. Bu narsani xohlagan joyda tekshirib ham ko'rishingiz mumkin. Aristonlar o'zi aslida 10 bar bosimda, atmosfera 10 barda sinovdan o'tgan bo'ladi. Uncha portlamaydi, chirib ketmasa, stenalari teshilishi mumkin, yorilishi mumkin. Lekin o'sha sizning uyingizda ishlagan usta norozi bo'lib ketgandan keyin hamma narsa bo'lishi mumkin. Chunki bu Allohning ishi, unga hech kim javob bera olmaydi nima bo'lishini. Men o'zimda masalan faoliyatim davomida boshimdan o'tgan narsalar 15 oyligimda olsam beray yoki bir narsa qilay degan mana qo'yliqdan o'tgandan keyin ayol kishilar aksariyati borganman, yonimdan iltimos, bolalarim sovqotadi, cho'milmasa suv yo'q degan ko'p bo'ladi. 3 kundan keyin plastikga tashlayman degan borib yonimdan zapchaslarigacha qo'yib berganman. Noyabr oyi edi. O'zlari ham ko'rsa kerak bu videoni. Mana hozir yanvar tugadi ham, hali ham berilgan yo'q. To'g'ri tushuningizlar. Yana bir xil payti kecha shunday faoliyatim davomida bo'lgan, aytishga majbur bo'lyapman bu narsani. Uylar ham yana ayol kishi, u kishi ham borganman kechasi iltimos unitazimiz ishlab qayerga boramiz? Dom sharoitida bir oila degan soat 11-12 da Yandexda yonimdan borib 24 soatlik magazinlarni ochirib, iltimos qilib, gofralar olib kelib remont qilib berganimdan keyin ish tugatib, peshona terimda artganimda, aka karta nomer tashlang, ertaga tashlab beramiz degan. Avgust oyi edi. Mana hozir yanvar, hali ham yo'q. Men indamay ketaveraman, u pulga qarab qo'ygan joyim yo'q. Xudo xolasa qiyomatda o'zimga zaxira bu narsa. Lekin baribir demoqchimanki, shunaqa narsalar ko'p uchragani uchun iltimos sizlardan uyingizda usta ishlatyapsizmi? Iltimos uyingizdan norozi bo'lib chiqartirmang hech kimni. Bu narsa kelajakda farzandlaringizni baxt soatiga, sog'ligiga ta'sir bo'lib qolishi mumkin. U bir ko'nglida agar ozgina norozi bo'lib chiqib ketsa. Bu degan bilan men usta nima desa aytgan pulni beringlar demoqchi emasman. To'g'ri, agar usta haq bo'lsa, agar usta bilan bir ma'lum summani oldindan dogovor qilgan bo'lsangiz, keyin siz nohaqlikka o'sha niyat qilib turib o'shani bermaslikka harakat qilsangiz, unda siz bu yerda zulm qilgan bo'lib qolasiz. To'g'ri tushuning. Ma'lum bir summaga kelishdingiz, lekin ish tugatgandan keyin usta yo'q, endi boshqacha bo'ladi, qo'shasan, bunday qilasan, bermasang noroziman desa, usta nohaq berdi. Boshida aytish kerak edi, kelishish kerak edi deb, bu yerda usta nohaq bo'ladi. Hamma holatda ham usta noroziman desa, ustani aytgan degan demoqchi emasman bu deganimda. Faqatgina endi usta haq bo'lib turib norozi bo'lib chiqib ketsa, o'shanday holatda hamma narsani kutavering. Ishlamay qoladi, turbasi yorilib ketdi, shlankasi bo'ldi, 3 kun o'tmay shlanka yorilib ketdi yoki turba yorilib ketdi, suv oqib qoldi. Hamma ishlar bo'lishi mumkin. Mana shu masalada kuyib turgan ustalarga tashlab qo'yasizlar, salomat bo'lasizlar. Toshkent bo'ylab Ariston tozalash, o'rnatish, remont qilish xizmatlari, katyol remontlari, katyol ishlari o'rnatish kimga kerak bo'lsa shu raqamlarga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Qo'ldan kelgancha insof bilan narxlarni kelishgan holda borib sifatli xizmat ko'rsatib, buzilgan joylarni aniq diagnozlar orqali aniq topib, kerakli narsani kerakli joyga qo'yib xizmat qilib beramiz. Salomat bo'lasizlar.